Assalamu alaykum savoqdaşlar. Yeni uqum ingliz tilining birinchi qismining so'zliklarini bir talaffuz qilib o'tili. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Is that your handbag? İkinci söz me. Me. Manga. Mini. Excuse me. Meni kaçırın. Give me. Manga ber. Üçüncü söz yes. Excuse me. Yes. Is. Arkasındaki söz is. Bu tak sandaki neslerge ve üçüncü şahsga işletildi. He is a student. There is a table. Astırk söz this. Bu. This is a pen. Bu bir kalem. Astırk söz your. Your. You. Sen. Your. Senin. This is your table. Bu senin üstelin. Ahırkı söz handbag. Handbag. Bu ayollarning yoki qizlarning qo'lda ko'tarib olgan kichik somkasiga ishlatildi. Ya'ni biz odatda o'quvchilar dumimizga esib olgan somkalar backpack. Backpack buldu. Mao handbag. Qo'lda ko'tarib olgan qizlarning ayollarning somkasi kichik. Asırkı söz pardon. Pardon. Bu pardon birinci söz excuse me bilan asosan o'xshab kirdi bu yerdagi ishlatilish o'rinlari. Birasidan bir narsa yo'l yoki hech qanday har qanday bir narsani so'rmoqchi bo'lsak yoki oshxonalarda bir narsa buyurtmoqchi bo'lsak kutuvchilardan excuse me, pardon ashla deb chaqirsak bo'ldi. It. U. Ya'ni bu narsalarning taqsalliq qismi ishlatildi. Thank you. Rahmat. Very much. İkinci ders. Birinci söz pen. Pen. Kalem. Pen. İkinci söz pencil. Qarindosh. Bu pen bilan pencilning biroz farqi bor. Pen bu qalam narsalar pencil. Qarindosh deganimizda pencil. Book. İki tane o bir yakası u talaffuz qilindi. Book. Watch. Qo'l soati. Esingizda bo'lsin. Qo'l soatini bildirdi. Watch. This is my watch. Bu mening qo'l soatim. Coach. Coat. Chapan. Dress. Bu qizlarning uzun ko'nligini ko'rsatadi. Skirt. Bu qizlarning qisqa ko'nligini ko'rsatadi. Shirt. T-shirt deb qo'yamiz-ku. Shirt. Bu üstimiz kiydigan maykalarni ko'rsatadi. Car. Avtomobil. Kichik arabalarni, ya'ni cho'ng yuk avtomobillarini emas, oilalar ishlatilgan avtomobillarni yoki musobaqa avtomobillarini ishlatadi. Ko'rsatadi. Car. House. Uy. Welcome to our house. Uyimizga kelishingizni qarshi olamiz. Üçüncü ders. Umbrella. Kunlik, yağmurluk. Kino bağı.
residence evil, umbrella cooperation degandek. Please, please. Türkçe'de desek lütfen degandek. Here, bu yerde. Here, I'm here. Where are you? I'm here. Neredesin? Ben bu yerde. Asırlık söz my. I, man. My, meaning. This pen is my. This pen is mine. Mine desek bu meaning burada. Mau mine uçada. Mau mine. This pen is mine. Meaning neslemge çekilmang. Don't touch my stuff. Don't touch my stuff. Meaning neslemge çekilmang. Where my. Meaning one. My name is Jeremy. Meaning ismim where my. Ticket. Bilet. Kino bileti. Aeroplan bileti. Avtobus bileti degandek. 2 ticket please. 2 tickets. S qatımız çünkü 2 tane. 2 tane. Excuse me. Or pardon. 2 tickets please. 2 tane bilet biremsiz degandek. Number. 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 Numur. Telefon numeri yoki avtomobillarning alqi taxta numeri degandek. Phone number. Telefon numeri. Car plate number. Avtomobil taxta numeri. Plate number yoki Mao avtomobillarning taxtasini plate deymiz İngilizce'de. Plate. 5. 5. 5. 5. Sorry. Kechiring. I'm sorry. Meni kechiring. Birashni xato qilib qo'ysak yoki birasidan ap bo'lsa, I'm sorry. Sir. Efendim. Efendim. Bu yerda qilgani sir yozganda s cho'ng yoziladi. Sir. Cloakroom. 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 Biz odatda kiyimlarni yoki narsalarimizni uydan kirib esib qo'yadigan yer. To'rtinchi dars. Birinchi so'z sweet. Bu sweet degan gap butun kiyimni boshdan oxirigacha hammani ko'rsatadi. Sweet. Undan boshqa sweetning kelmak degandek narsa masalan. It suited well for you or on you. Masalan bu kiyim sizga bek yarashibdi, bek mos kelib turgandek. It suited well on you. Asırlık söz school. School. Av işki obriye kese u buldu. School. Teacher. Asırlık söz teacher. Teacher. Okutukçu. Asırlık söz son. Son. Ve dikkat kılgınımız S-O-N. Son. Bu son oğul. This is my son. Bu benim oğlum. Daughter. Daughter. Kız. Keyingi ders. Mr. Mr. Bu yerda qilg'aya M cho'ng yozig'liq, har doim cho'ng yozig'liq, R kichik yozig'liq. Keyingiga bir tal chikit bo'lsa, bu yer Mr. Mr deb qo'yamiz.
Yani bir action'ı ve bir action ismini de verip yak bir action tılgılı verip deyimiz. Good, good, yaxşı. Good morning, günaydın degендek. Miss. Bu miss bilan mister bir-birisine qarama-qarshi, lekin ikkisi o'xshash. Miss M cho'ng yozildi, qag'alar kichik yozildi. New, new. New yeni. New year, yeni yıl. Student, o'quvchi. Student, student. French, fransiyalik. French, fransiyalik yoki fransuz tili. He is French. O fransiyalik. I am studying French. Men fransız tili o'rgatyapman. German, germaniyalik, germaniyaning. Germaniyalik odam degandek. Nice, nice. Nice, güzel, ko'rkam degan ma'noda. Nice to see you. Sizni ko'rganimdan xushalman. It's nice to see you. Yoki sizni ko'rish nihoyat xushal, go'zal degandek. Meet. Meet. Ko'rishmak. Yoki nice to meet you. Nice to meet you degandek. Bu ko'rishmak, uchrashmak. Japanese. Japanese. Japan, Yaponiya. Japanese, Yaponluqlar. Or Yaponiyaning. Korean, Korean. Koreya, Korean. Koreyaning, Koreyaliklar. Yoki Korean tili. Chinese, Junguluq. Yoki Jungunung. Two, two. Ham. It's nice to meet you. Sizni ko'rganimdan xushalman. It's so nice to meet you too. Eğer bir tal tu'ni qatsak, menmi sizni ko'rganga xushalman degandek. Birinchi so'z make, make. Make. Bu odatda bir narsalarni ko'rganimizda bir tal narsani ostiga yoki bir ayollarga made in Germany, made in Japan deb yoziladi. Shu made, mushu make shu. Made bo'lsa bu make'ning o'tgan zaman shakli. Swedish, Swedish. Shvetsiyaning, shvetsiyalik odam degandek. English, English. İngilizce yoki Angliyaliklarni ko'rsatadi. Chunki bu Angliya inglizlarning eng original country. Asli davlat. Shuning uchun English degan vaqtimizda Amerika yoki Kanada değil emas, Angliyani ko'rsatadi aslida. American, American. Amerikalik yoki Amerikaning. Italian, Italian. İtalyanın, İtalyalik. Volvo, Volvo. Volvo maşının markası. Pigot, Pigot, Pigot. Bu mu Fransa'nın markası? Mercedes, Mercedes. Toyota, Toyota, Toyota. Dawu, Dawu. Mini, Mini. Ford, Ford. Fiat, Fiat. İngilizceni o'qiganda bak talaffuz qilishdan qo'rqib ketmang. Ba'zi bir ahvol ostida o'zgargandan boshqa ko'p hollarda unchalar chiq o'zgarish bo'lmaydi odatda. Masalan, mush ko'rganlarning hammasini odatda o'rganmay turibmi, asosan ko'pinchisini to'g'ri talaffuz qilgan bo'ldi. I, yangi so'z 7-darsning birinchi so'z I, men. I am a student. I am a student. M.
faqat birinchi shaxs taq shakliga ishlatiladi. M, R ko'plik shakliga. Ikkinchi shaxs yoki ko'p narsalarga. Name, ism. What, nima. What is your name? Ismingiz nima? Nationality. Sizning davlatingiz yoki siz nereden degandek. What is your nationality? Siz qayerlik? Job, xizmat. Keyboard, knopka taxtasi. Kompyuter yoki telefonlarning knopka taxtasi keyboard. Operator. Operation degan gap mashg'uliyat yoki bir ishni qilsak operation bo'ladi. Operator bo'lsa bu mashg'ulotni qilguvchi odam. Engineer. Keyingi dars. Birinchi so'z policeman. Saqchi. Policewoman. Ayol saqchilarni ko'rsatadi. Policewoman chunki woman ayol qiz. Taxi driver. Taksichi. Air hostess. Aeroplanda kutuvchi xodimlar. Postman. Pochtachi. Nurse. Sister. Mechanic. Bu rimnochilar yoki shu tümütəsiq bilan yapılışdığan adamlar. Hairdresser. Ya barber mi deb qo'ydi? Satrach. Barber mi deb qo'ydi? O'xshash. Housewife. Bu ayolda o'ltiradigan xizmat qilmaydigan ayollarni ko'rsatadi. Housewife. Milkman. Bu sut to'shiydigan odamlarni ko'rsatadi. Hello. Hi. How. Today is Monday. Bugün haftaning biri. Well. How are you? I am well. Fine. Thanks. Goodbye. See, ko'rmak. Can you see me? Meni ko'ra oldingizmi? Onun ders birinchi so'z fat. Semiz yoki yog'ni ko'rsatadi. I don't like eating fats. Men yog'ni yoqtirmayman, yog' yeyishni yoqtirmayman degandek. Woman, ikkinchi so'z woman, ayol, qiz. Thin deganning ma'nosi nepiz. Undan boshqa odamlarning o'riqligini ko'rsatadi. Tall, yuqori yoki egiz. Tall building, egiz bino. Short, qisqa, pakar. Dirty, paskina, alaq. Clean deganning ma'nosi birinchi ma'nosi pokiz degan. Ikkinchisi clean bo'ladi va tozalamak, pokizlamak. Cleaning the room, uyni tozalamak. Hot. Night, issiq. Cold.
cold, soğuk, old, old, yaşanğan, yoki ko'na. There is an old house. Bu yerda bir ko'na eski uy bor ekan. Young, yosh, young, young. Busy, busy, aldırış. I'm busy, ben nihayet aldırış. Lazy, lazy, urun. Lazy, urun. 11. ders birinci söz. Whose, whose. Bu whose kimning? Whose, who bo'lsa kim bo'ladi? Whose, kimning? Blue, blue, ko'k. Blue skies, blue eyes. Ko'k ko'z, ko'k asman. Perhaps, perhaps. Belkin. A tower degandek. White, white. Oq, White House, Oq saroy. Catch, catch. Tutib olmaq. Yetishib olmaq degandek. Catch up. Yetishib olmaq. Catch up. On ikkinchi so'z ders. Birinchi so'z father, father. Ata, dada degandek. Father. My father is hairdresser. Mening dadam bo'lsa satrach. Mother, mother. My mother is housewife. Blouse, blouse, blouse. Bu qizlarning ko'ngligini ko'rsatadi. Blouse. Sister. Bu sister ham ingliz tilida bir chataq va adamni sal zeriktirib qo'ygan. Sister. Ham bizda singlim desak bizning kichikni ko'rsatadi, ocham desak bizning cho'ngni ko'rsatadi. Ingliz tilida sister deganimiz agar I have a sister. Mening bir qiz qarindishim bor deganni bildirdi. Hargiz ocham yoki singlim deb aniq deyolmaymiz. Chuqur men singlim bor yoki ocham bor deganni demoqchi bo'lsak, I have a younger sister or I have an older brother or older sister. Aldıq dərsini götürən young or old. Mao young, kichik, singilni ko'rsatadi. I have a younger sister. Agar ocham bilmoqchi bo'lsak, I have a older sister. Brother, inim, yoki akam. Buningga o'xshash. Sister bilan aynan I have a brother desak, mening bir o'g'il qarindishim bor deganni bildiradi, faqat lekin akammu inimni bilmaymiz. Younger or older bularni ishlatgandan andin bilalaymiz. Tie. Tie deganning galastikdan boshqa chigmak, bog'lamoq degandek ma'nosi bor. Tie, tight, ching bog'lamoq. Tight. Brother. His, her. His, uningga, her, uningga. Her, qizlar, his, o'g'illar. Onun ders birinci söz color, color. Rang, ranglik, color, colorful. Green, green, yeşil. Come, kel, kelmek. Come here, bu yerga kel. Upstairs. Agar biz
birinchi qavatda turgan bo'lsak, upstairs degan bo'lsa, ustidagi qavatni ko'rsatadi. Upstairs. Come upstairs. Ustiga chiq degandek. Smart. Smart. Smart degan gap aqlliq, nihoyat mos kelgan degandek ma'nosi bor. Hat. Hat. Shapka yoki beshig'imizga taqadigan herhangi bir narsani hat desak bo'ladi. Same. Same. O'xshash. O'xshashliq. Same. Lovely. 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 What a lovely child. Nima degan o'maq bir bola degandek. Lovely. 14 dars. Birinchi so'z case. Case. Suitcase. Chamudan. Shu case. Yoki telefonning qepi va kompyuterlarga yoki iPadlarning qepi va ashnu case deymiz. A case. Okay, do you have a case for iPad or iPhone? Bir telefonning qepi bormi sizda degandek. Suitcase. Suitcase bo'lsa, chamudanni ko'rsatadi. Safarga chiqqanlik chamudan. Carpet. 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 Gilam yoki koridorlarga sep qo'ydigan gilam bor. Yerga solganlarga narsalarni hozir gilamlarning turlari chiqashin hammasini carpet desek bo'ldi. Dog. Dog. It. On 15 ders. Customs. Customs. Bu gümrük yoki tamojna. Customs. Officer. 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 Bu officer faqat saqchilarni ko'rsatmaydi. Har qanday bir yerdagi odamlarning hammasini ko'rsatadi. Girl. Girl. Qiz. Girl. There is a girl. Danish. Danish. Denmarklıqlar. Yoki Denmark tili degandek. Friend. A friend. I have a Danish friend. Mening bir Denmarklik og'inam bor. Norwegian. 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 Norvegiyalik yoki Norvegiya tili. Norwegian. Passport. Passport. Brown. 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 Bu qo'ng'ir ranglik deb qo'yamdiq. Shunday rangni ko'rsatadi. Tourist. 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 Sayohatchilar. Tourists. Esni qasaq ko'pchilikni bildirdi.